Hey hammaga salom do'stlar. Bugungi videomizda World Block o'yinini o'ynaymiz. Qani bo'lmasam ketdi. Xo'p, bu Minecraftdek oddiy o'yin do'stlar. Faqat ozgina ranglarida o'zgarishlar bor. Xo'p, ketdi bo'lmasam vyuvaniyani boshlaymiz. Biz hozir spawn bo'ldik. Ketdi. Daraxt chopamiz. Daraxtlar meni kutib ol. Do'stlar, bu o'yinni ko'pchilik yo'qotib yuborgan. Men buni topdim sizlar uchun. Chunki bu o'yin juda ham ko'p. Birinchi videoyimni olganman mana shu videoda. Olmaslik uy qurganman esingizda bo'lsa. Mana shu o'yinda. Endi buni yangilangan versiyasi chiqqan. Bunaqa versiyasi yo'qolib ketibdi. Shuning uchun men sizlar uchun topdim mana. Zo'rg'a kovlab. Hop, daraxtlarni chopamiz. 7 ta bo'ldi. Bo'ldi 8 ta. Hop, taxtaga aylantiramiz buni. I bitta verstak. I 8 ta chop bo'ldi. Verstakni yerga qo'yamiz. Birinchi bo'lib kirka olamiz. Bo'ldi. Sekin tosh ko'tib ketaveramiz do'stlar. Bo'ldi. Mana shu yerdan ko'ramiz. Bo'ldi, mana tosh chiqdi. Bitta, ikkita, uchta ketaveradi. Yana qayerda bor ekan tosh? Buni olib turamiz menimcha. Hop. Hop. Bularni olamiz. 7 ta bo'ldi. 20 ta qilamiz, ketamiz. Hop. 15 ta. 6 ta. 19. 20 bo'ldi. To'xtaylar endi. Bu yo'lni yopamiz. Unda qilib chiqib ketaveramiz. Hop, bo'ldi. Endi verstakni yerga qo'yamiz. Temir toshli kirka, qilich, bitta bolta. Bo'ldi. Qolganini sandiqimizga solib turamiz. Yo'qki. Buni qo'yamiz, bo'ldi. Hop, qani endi ovga chiqamiz do'stlar. Chunki kechqurun yotoq kerak bizga, bo'lmasa zombilarni bo'lib ketadi. Bitta qo'yjoni bor. Yana ikkita kerak menga, shu bilan kravat bo'ladi. Daraxtim bormi o'zi meni? Ha, bor ekan, 21 ta daraxtim bor ekan. Hop. Do'stlar, mana shu videoga 20 ta like yig'sa, biz serial ham olamiz. Ya'ni boy va kambag'al videosini. Esing, ko'pchilik bu videoni olgan va men olmagan ekanman. Agarda mana shu videoga 20 ta like yig'ib bersanglar, bizlar Zabur, ya'ni serial olamiz. Boy va kambag'al degan. Shuning uchun like va obunani bosib qo'yinglar. Bo'ldi. Bizda ovqat ham bor. Menga qo'y kerak, qo'y. Ana, qo'ylar. Ketdi. To'xtanglar. Bunda qilib qo'yaylik. Qornimiz och bo'lsin axir. Oromchilik qilmaylik. Sen biz uchun go'shsan, go'sh. Yo'qki, qochma. Bo'ldi. 2 ta bo'ldi. Yana bittagina kerak. Nima yo'tirib olding? Bo'ldi. Hop. Yana qayerda? Oppa, tovuq. Yo'qki. Qayerga qochursan? Go'shtni ol. Bo'ldi. Bitta o'zi qornimiz ochdi. Hop. Farqi yo'q bizga. Biza qo'y qidirsak bo'ldi. Keyin rivojlanaveramiz. Temir, oltinlar. Oppa, bu yerda g'or bor ekan. G'ormi o'zi bu? G'ormas ekan-ku. Teshik ekan bu, teshik g'or ekan. Sekin. Bo'ldi.
o'rmon ichiga kirib ketamizmi? Ha, nima deysizlar? To'xtanglar, вообще ko'rnimiz o'qiyapti. Buni bu yoqqa qo'yamiz. Hoppa, oyoq kiyim oldim o'zimga. Hop, siqqan oyoq kiyimchani kiyib olamiz. Bitta pech olamiz. Hop. 9 ta go'sht qo'yamiz. Daraxt qo'yamiz. Bo'ldi. Keyin uy ham quramiz do'stlar, sizlar bilan birgalikda. Agarda vaqtimiz yetsa. Bo'lmasa keyingi qismlarda buni hali bir nechta qismlarga bo'lib bo'ladi. Hop, daraxt o'zgina olay. Daraxtdan kam deb qoldi. Uzi tushyaptimi? Tezroq qo'ya qidirmasam bo'lmayapti cho'ta. Bo'ldi. Qo'y, kattasan. Hop, oldin qornini to'qlaylik, keyin o'yim suv. Masalan. Hop, to'rtta pishibdi bu. Ozgina yeb turamiz. Bo'ldi. Buni yo'qot. Ozgina taxtor. Bo'ldi. 47 ta keragidan ham ortiq daraxt topdik. Yana 3 ta daraxtimiz, 3 ta go'shtimiz pishsa, o'zi ketamiz. Tezroq. Tezroq pisha qol. Bo'ldi, bittagina go'sht qoldi, shu bilan ketamiz. Bo'ldi. Peshni ham olib ketamiz do'stlar. Bularni solib qo'yamiz. Bo'ldi, ketik, tezroq. Tezroq qo'y qidirishimiz kerak. Suvga sakra. Tezroq. Oppa! Qishloq! Qishloq topdik do'stlar, qishloq. Oy, bu yerda g'or ham bor ekan. Bo'ldi, men mashitda qoldim do'stlar. Mashitda qoldim. Все, bo'ldi. Nari yoqlarda uy quraman, bo'ldi, ketdi. Oppa, ovqat bilan umuman problema bo'lmaydi endi, vachach. Hop, menga bitta qo'y kerak, bittagina qo'y. Sabzir, ana qo'y. Yakaki. Voy. Ana. Bo'ldi. Yotoq topdik. Bitta yotoq bor. Bo'ldi. Bu yerda kompotni yo'qmi? Kompotni yo'q ekan. Hammaylar bug'doylarni olib ketamiz do'stlar. Chunki bulardan non bo'ladi, non. Bularni nima qilaman men? Ekib qo'y. Bo'ldi. Bularni olib ketamiz. Bularni ek. Nima kerak menga? Yo'qot. Otib ol bularni. Bo'ldi. Ikki bor, yana menga gapirishib o'tirmasin. Ortiqcha problema kerak emas do'stlar. Hop. Bo'ldi, 6 ta bo'ldi, menga yetadi. Endi sabzi o'g'irlaymiz. Sabzi bormi ekan? Sabzi, kattasan. Boya sabzi ko'rdingmi? Qani? Kech tushdi do'stlar. Hop. Yerga kiraylik. Hop. Mana shu yerda tunab qolamiz do'stlar. Keyin g'orga tushamiz. Hop, menga bitta sabzi beringlar, sabzi. Sabzi yo'qmi? Butun bitta qishloqda. Gadoy qishloq ekansizlar lekin. Sekin. Bo'ldi, uxlavoramiz. Ertaga g'orga tushamiz do'stlar. Vakillarni ol. Bizga kerak bo'ladi. Bo'ldi. Uxlaymiz. Hop. Turdik.
Sekin. Qoch. Bo'ldi, chiqamiz. Hop. Anita g'or bor ekan. Lekin undan oldin bularni fermasini ko'rib chiqishimiz kerak do'stlar. Agar fermasida biror bitta yaxshiroq narsa bo'lsa, oppa, mana sabzi. Mana sabzi, ye. Mana sabzi. Bo'ldi. Bularni ham olib ketaveramiz. Mana shu yerda polni sabzimi? Da. Sabzilarni olib ketaveramiz. Ekmaymiz. Masalan, sekin uxlatamiz, yeyib qo'yamiz. Bo'ldi. Ishkallari bormi? Bular nimaga kerak menga? Ot. Kerak emas bular menga. Hop, bo'ldi. Ketdik, g'orga tushamiz. Bizda hozircha 2 ta fakil bor. Sekin. Qayerga qaraymiz bo'lsa? Menga bitta o'g'il beringlar. Vuy. Qoch. Sekin qoch. Bu yer опасный. O'rgimchakning ovozi eshitildimi? Oppa, temir. Oppa, temir. Temir topdik. Yes. Voy, temir topdik. Qancha temir bo'pti? Bu 3 ta temirmi? Ha, mayli, kilka yetadi. Temir topdik, yo'qmi-yo'q. Menga o'g'il beringlar, o'g'il. O'g'il bo'lsam mazza qilardim de. Mana shu o'rgimchakning ovozi eshitilyapti do'stlar, boyadan beri. İlk bu yer. Ketdik boshqa joyga. Fakellarni olamiz. Bu yoqqa chiqsanglar. Bu yoqqa tushib ko'ramizmi? Ha? Ketdik, davay tushamiz. Lekin o'rgimchaklar bo'lsa, sirazi qochamiz. Uy. Uy, qayerga tushib qoldim? Blok. Qoch. Fakellarni ol. Voy, tushib ketdi. Tushib ketdi. Qo'l. Qoch bu yerda. Qayerga keldim? Bunday qilamiz. Qoch bu yerda. Sirazi qoch. Uy, qo'rqib ketdim. Bu yoq tupik. Lekin baribir bu yerga tushib ko'rmasam bo'lmaydi. Bosni qaranglar. Shu yerga tushib olamiz. Конечно, biz tushib olamiz. Uy, ana o'rgimchak. To'xtanglar. Qoch. Sekin qoch. 39 ta bo'lib qoldi. Hamayli. Olib o'tirishga vaqt yo'q. Bu yerdan bizga kerak bo'lgan faqatgina 3 ta temirmi? Ye. Uy. Mana ketaylik. Ana foyda bo'ladi. Xo'p, bizda nimalarimiz bor? Bizda yog'ochli kirka bor. 39 ta taxta bor. Bitta cho'p bor. To'xtanglar, cho'pimiz kam ekan. Ozgina cho'p yasab olaylik. Bo'ldi. To'xtanglar. Nima olsak bo'ladi? Ozgina non olamiz. 3 ta. Bo'ldi. Bo'ldi. Do'stlar, videomiz shu joyda tugaydi. Hammaga rahmat, vaqtingizni sarflab ko'rganingiz uchun. Keyingi videolarimizda balkim mana shu videoning ikkinchi qismini olishimiz ham mumkin. Agarda bu video 15 ta like kelsa, bu videoni ikkinchi qismida mana shu yerda yoki boshqa joyda uy quramiz. Uy qurib, ana shu yerda yashaymiz. Ana shu yerda bizning qarorgohimiz bo'ladi. Biz bundan ham ko'p rivojlanib ketamiz do'stlar. Bu videoning hali ikkinchi, uchinchi qismlari ham bo'ladi.
va 20 ta like yig'sa do'stlar, 20 ta like yig'sa men boy va kambag'al videosini olaman. Hammaga rahmat, like, podpiska bosing, o'z fikringizni kommentariyada yozib qoldiring. Hammaga xayr.